Qalasiz? Hammalaringga salom, yangi videomga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan biz Koreya Incheon shahridagi noodatiy, juda ham go'zal kafelardan biriga sayohat qilamiz. Hozir qish mavsumi va yangi yil yaqin bo'lganligini hisobiga men iloji boricha yangi yilda atmosferasini beradigan kattaroq kafe topishga harakat qilgan edim. Lekin bu kafe kutganimdan ham a'lo darajada ekan. Dugonam ham men ham ikkalamiz ish bilan bo'lib anchadan beri ko'risha olmayotgan edik. Bugun mana shu kafe bahona ko'rishdik. Hozir nima bo'ldi deb aytaymi? Siz ayting. Yo'q, siz ayting. Astoydil gapirayotganda rek ezilmagan ekan. Rekord ezilmagan. Men astoydil o'rtog'imni tanishtirdim. Tanishtirishga ijozat etinglar. Ijozat? Koreyaga hech narsasiz kelib, na til, na qandaydir qo'shimcha ko'nikmalar, na pul. Hozir pullarni jaraq-jaraq topib, mustaqil bo'lib, kerak bo'lsa oilasiga ham yordam berib, mazza qilib aylanib yurgan o'rtog'im. Menga mana sovg'ayim olib kelib qo'ygan. Aytaman, Koreya imkoniyatlar mamlakatida. To'g'rimi? To'g'ri. Men hozir intervyularini, javoblarini o'qib o'tiribman. There's a lot of ana shu o'rtog'im ishdan chiqib ketib, har doim bir haftada ish topib oladi boshqa. Maksimum bir hafta ishsiz yuradida. O'sha bir haftada ko'rishib olish kerak. Hozir shu bir haftalik ketyapti bizda, shuning uchun ko'rishib olyapmiz. Ishga kirib ketganimizdan keyin уже ko'rishgan vaqt yo'q. Borib anaqa atrofni tutamiz ham. Hozir ko'rsatamiz. Bugun biz kelgan coffee shop. O'zi coffee shop degani ham odam hijolat qilar ekan bu joyning kattaligidan. 3 ta qavat, uchala qavati ham birga bo'chni hali aylanib ko'rsatib chiqamiz sizlarga bitta-bitta. Короче, biz kelgan joyda ikkinchi etaji. Biz uni bitta burchakda o'tirdik, lekin joyimiz zo'rida. Sunsetni ham ko'rdik. Pastda birinchi etaj, tevada yana 3-etaji ham bor ekan. Ham katta joy. Creo? Vaya. Biz navbat kutyapmiz. Santa Claus iltimos menga yangi yilga bitta iPad, bitta MacBook, bitta eng yaxshi hozirgi yangi chiqqan kamera sovg'a qilgan. Bitta uy, bitta mashina ham sovg'a qilsan, mendan baxtli inson yo'q. Bolalar bilan kelgani Anna Mudova. Bu menimcha Dubaydagi naqa bo'lsa kerak, yangi yil nishonlash stili bo'lsa kerak. Palmalar bilan Christmas treelar. Dubai. Chiroyli joy ekan. Dubaydagi yangi yilda niqasini beryapti. Dubai, Malayziyadagi. Dubai yoki yangi yilda vibe'ini beryapti qandaydir. Palmalar bilan Christmas tree niqasi ajoyib sachitaniya bu. Biz ham bunaqa joylarda rasmga tushdikda, lekin bitta minus taraf bor ekan. Rasmga tushgandan keyin ustiga ham bunaqa paketik berish kerak. Rasm chizib netilmasligi uchun bermas ekan. What the? Mayli, improvement qilishadi degan umiddamiz keyinchalikka. Ha, bitam tushaylik.
emas. Sumkalarimizni aylantirgan chiqdik endi shunaqa qilib. Mana yozuvi ko'rinmayapti jonidan. Ya, iroqqa. Aha. Qorasi, oqi. Это brilliant deganda, biz ham diamond brilliantlarni sevamiz. Bularga qaramay ketib bo'ladimi? Oh my. Coffee shopda uzoq gaplashib, dardlashib, bir-birimizga barcha gaplarimizni to'kib sochganimizdan keyin sekin-asta o'zbek restoraniga qarab yo'l oldik. O'zbek restorani ham coffee shopimiz joylashgan hududga yaqin, lekin baribir publichniy transport bilan bormasdan taksi chaqirishga qaror qilganman. Adashib taksini sal 50 metr uzoqroqqa chaqirib qo'yibman. Shuning uchun taksigacha ozgina yugurishimizga ham to'g'ri keldi. Ha? I will buy shashlik. Shashlik xo'rligiga kelyapmiz endi. Kafedan keyin esa dugonam ishtahani shashlikka ochib, o'zi shashlikka tushdi desa ham bo'laveradi. Chunki o'zbek restoraniga meni dugonam olib keldi. Men yashaydigan joyga o'zbek restoranlari yaqin bo'lganligi uchun men o'zbek ovqatlarini yeb ancha o'rganib qoldim, lekin dugonam o'zi bir dunyo ovqat zakaz qilib, oshqozonimga og'ir botyapti, hidi yoqmayapti deb yeya olmay o'tirdi. Men uchun bugungi kun juda ham go'zal kunlardan biri bo'ldi. Yaqin dugonam bilan chiroyli kafeda ko'rishdim, chiroyli suhbat qurdik va nihoyat mazali ovqatlar bilan va yana shirin suhbatlar bilan kunimizni yakunladik. Aytishadi-ku, eng yaqin dugonalar bilan suhbat har qanday terapiyadan a'lo deb. Shunday qilib videomiz nihoyasiga yetdi. Agar sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosish va kommentariy yozib qoldirishni unutmanglar. Undan tashqari yana podpiska bosishni ham esdan chiqarmaymiz.